Berar ham Xudodir, olar ham Xudo. Erkak yig'lamasin, davlat ketsa ham, hech kimsa bo'lmasin baxtidan judo. Erkak yig'lamasin, omad ketsa ham, berganda shukr qil, olganda sabr. Shoshilib o'zingga qazmagin. Bismillahirrahmanirrahim. Hormaylar. Assalomu alaykum o'rtoq, qandaysizlar? Sog'laring yaxshimi? Charchamayapsanmi? Yaxshi. Yaxshi. Qishloqlar hammasi tinch. Yaxshimi? Biz ham xalq xizmatida non Dastlab beramiz o'rtoqjon. Ha, dastlab beramiz og'ayni. Do'konga ishga keldingmi Ha, deyman? bugun keldim mana, birinchi ish kunim o'rtoq. Tabriklayman og'ayni. Xo'p, sog' bo'l o'rtoq. Ozgina shoshyapman, qolgan do'konlarga uspit qilishim kerak og'ayni. Charchamagan. Xo'p, sog' bo'l. nonni qabul qilib olarsan o'zing. Charchamagin. Xo'p, salom alaykum, ishing rivoj. Xo'p. Alo, assalomu alaykum o'rtoq. Yaxshi, rahmat. O'rtoq, qayerda o'tiribsizlar? İzmir chaygami? Bo'ldi o'rtoq, hozir yana chaqirma boraman o'rtoq. Xo'p. Bo'ldi. Zakas ham tushmay qolmadi. Tezroq zakas tushganda ishlarni bitirib ketardim. O, zakas keldi-yu, qayerga ekan bu? O, zo'r. Yes, Xudoga shukr. Hech kimsa bo'lmasin baxtidan judo. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. O'rtoq, charchamayapsanmi? Yaxshi, rahmat. Yandik chaqiruvmi? Yandik chaqiruv. Bo'ldi, og'ayni. Og'ayni yaxshi keldingmi? Yaxshi, rahmat. Voy, non tarqatuvding-ku. Hozir yana ishlayapsan o'rtoq? Tirikchilik og'ayni. Abitgacha nonlarni tarqataman. Abitdan ozgina bo'sh bo'laman, Yandexda ishlab sekin. Tirikchilik oilaga yordam bo'lsanda bir ikkisi hamma og'ayni. O'zi shu yerda ekanmi? Telefon qilib ko'ray-chi. O'rtoq, yaxshimisan? Yes, assalomu alaykum o'rtoq. Charchamayapsan? Assalomu alaykum. Yaxshi kelding, qizimsan? Ketdik, kiramiz. Ketdik, yur. Xo'p. Bizga kimdir qarab oramizmi aka? Bizga qarab oringlar, aka, kimdir bormi? Yaxshimisan o'rtoq? Ishlaring yaxshimi? Ko'rinmaysan? Tinch? Charchamayapsan? O'zingizlar ishlar yaxshimi? Rahmat. Ancha bo'ldi ko'rishmaganimiz. Nima yengilliklar o'rtoq? Tinch? O'rtoq? Sirojning o'rtog'imiz bor edi, sinfdoshimiz. Ha, Siroj. Bugun abitda ko'rib qoldim. Men ancha bo'ldi ko'rmaganimga lekin. Do'konimga nov keldi. Ha, yaxshi. Kunduz kuni yana chaqirsan? Qarasam Sirojning ekan. Hozir ham nonda ham Yandexda ishlayaptimi shunda? Shunaqa. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Sinfdoshimiz aka. Charchamayapsanmi, mo'min? Ishlaring Yaxshimisan? yaxshimi? Oyatullo. Ishlaring yaxshimi? Charchamayapsan og'ayni? Manga qara, sen qanaqa bo'lasan? Ertalab do'koniga non boribsan. Shunaqa. Kunduz kuni Yandexda ko'ribdi. Kechki payt bu yerda ofitsiant bo'lib ishlayapsan, tushunmayapmiz. Shunaqa og'ayni. Oilam uchun kunduz kuni non tarqataman. Yandexda shofirman. Ko'rib turganingizdek, kechqurun bu yerda ofitsiantman. Oilam bekamu kuz hayot kechirish uchun tinmay mehnatdaman og'ayni. Nima deysan endi? Tirikchilik aybi yo'q-ku. Buni qo'ylaring, nima olib kelib bering, o'zim sizlarga bugun mehmon qilaman. Joning sog' bo'lsin. Bo'ldi, o'rtoq, rahmat. Ochga o'zing ham o'tir. Bo'ldi, zakas qilinglar, o'zim olib kelib beraman o'rtoq. Birga o'tiramiz, yoshlikni eslab. Erkak kishi ba'zida oilasi bekamu kuz yashash uchun o'z orzularidan voz kechar ekan. Ba'zida non tashuvchi, Yandexda shofyor va tunda ofitsiantlik ham qilar ekan. Hammasi oilam uchun.